Albaniyada raqamli texnologiyalar sohasida kutilmagan hodisa ro'y berdi. Dunyodagi birinchi sun'iy intellekt vaziri tug'ruq ta'tiliga chiqdi. Bu haqida mamlakat bosh vaziri Edi Rama ma'lum qildi. Bosh vazir bayonotiga ko'ra, tez orada 83 nafar raqamli chaqaloq dunyoga keladi. Ularning har biri parlament faoliyatiga yordam beruvchi sun'iy intellekt agentlari sifatida ishlab chiqilgan. Mazkur tizim vakillarga majlislarni onlayn tarzda kuzatish, muhokamalarning mazmunini tahlil qilish hamda deputatlarni sessiyalardagi ishtirokni eslatish imkonini beradi. Albaniya hukumati bu tashabbusni raqamli boshqaruvni chuqurlashtirish va siyosiy jarayonlarda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan to'liq foydalanish sari tashlangan muhim qadam sifatida baholamoqda. Eslatib o'tamiz, sun'iy intellekt vaziri loyihasi Albaniyada korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida joriy etilgan edi. Virtual vazir davlat xaridlarini nazoratga olib, xarajatlar tizimini to'liq shaffoflashtirgan. Bu orqali amaldorlarning noqonuniy sovg'alardan foydalanish imkoniyatlarini kamaytirgan. Mutaxassislar bu hodisani raqamli boshqaruv tarixida inqilobiy tajriba deb atamoqda.